Seni hayajonga soladigan narsa qaysi? Sen qandoq turmushni yoqtirsan? Universitetda yetakchi bo'lgan chog'larimda o'quvchilarim doim menga biz oliy maktabni bitiray dedi. Ammo nima qilishimizni bilmaymiz deydi. Shunga men hamisha ulardan mundaq bir qancha savolni so'raydim. Navoda pulga faqatli ehtiyojinglar bo'lmasa, sizlarning nima qilg'inglar bor? Sizlar ko'ngillarda qandoq hayot kechirishni o'ylaysizlar? Hozirgi ma'rif tuzilmamiz bo'yicha tarbiyalangan nurg'ulg'an o'quvchining javobi odamni bakla hayron qoldirdi. Nurg'ullari rassom bo'lganba, shoir bo'lganba, yozuvchi bo'lganba deyishdi. Ammo hammasi bu kasblar bilan pul tepib jinini boqolmaydiganligini biladi ekan. Yana bir o'quvchim sahroda yashab 60 kun bor degan edi. Ondan men uningdan chavandozlar maktabiga muallim bo'lishni xohlamamsiz deb so'ragan. Bo'ladi, amsi davomli bayqi savolni